Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon jahon bozoridan stullarimizni optim joyidan sizlarga birinchi qo'l joylardan video obzor qilishga qaror qildik. Bu komplektlarimizni har bittasini har xil fasonlari, ranglari va narxlari bilan sizlarni qisqacha video obzor davomida tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bu to'rimizda turgan komplektimiz 12 kishilik komplekt. Ranglari oq jemshik svetda bo'lgan. Narxlari ham hamyonbop. Yog'och keladigan bo'lsak, rossiyskiy list va yog'ochda ishlangan. Orqalari chiroyli holatda pardali qilib ishlab berganmiz. Broshkalar qo'yganmiz, medalyon qilib, zarlarni ham orqasiga doğru qadaganmiz. Oldilar chester holatda tugmali qilib ishlangan, plotniy holatda ishlab berganmiz. Sidina qismlariga machalkani 6 sm to'liq holatda qo'yib berilgan. 12 kishilik komplekt. Xon taxtamizning razmeri uzunligi 275 ga, eniga 110 holatda ishlangan. Tumbalari ham o'ziga yarasha holatda ishlab berganmiz. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 4,2 ming so'mga xuddi shu holatda oq list va yog'ochli komplektimiz bitadi. Mana bu yerda bo'lsa 12 kishilik parlament moychicha fasonda ishlangan komplektimiz. Bunimizni fasoni parlament deyiladi. Xon taxtamizning razmeri 275 ga 110 holatda ishlangan. Xon taxta holatda bemalol o'zini ham ishlatsanglar bo'ladi. Stollarimiz rangi oq jemshik svetda bo'lgan. Oldilari chester holatda tugmali qilib ishlab berganmiz. 12 kishilik komplekt. Narxi keladigan bo'lsak 3,4 ming so'mga xuddi shu holatda komplektimiz tayyor bo'lgan. Endi bunimiz oq, bu yerda mana shampan svetda tayyor holatda turgani ham bor. Bu komplektimiz rangi shampan, moychicha fason deyiladi. Oldilari chester holatda ishlangan. Material qismi keladigan bo'lsa, lata materiallar, koreyskiy atijento materiallar qo'yib berganmiz. Yog'ochlar aytganimizdek rossiyskiy list va yog'ochi. Xon taxtasi razmeri uzunligi 275 ga, eniga 110. Xon taxta holatda bemalol o'zini ham ishlatsanglar bo'ladi. Narxi 3,4 ming so'm, xuddi shu holatda 12 kishilik komplektimiz. Bunimiz ham oq ranglisi bor. 12 kishilik komplekt 3,4 ming so'm chiqadi bunimiz ham. Mana bu yerda yangilik komplektimiz bor. Monika fasonda kobra holatda, shampan holatda ishlab berganmiz. Bu yerda har xil fasonidan bor, 3 xil turdagi mebelimiz bor bu yerda. Bunimiz monika kobra deyiladi. Mana bu yerda bo'lsa bug'doygul, atirgul fasonga ishlangan, kobra holatda ishlangan komplektimiz. Yana bu yerda bo'lsa ko'k ranglisi bor, monika gulimiz oyog'i 3D fasonda ishlangan komplektimiz ham bor. Bu yerdagi hozir xuddi shu holatda 12 kishilik komplektimiz narxiga keladigan bo'lsak, 12 kishiligini narxi 6,5 million so'mga monika gulligimiz chiqadi. Xuddi shu holatda koreyskiy atijento materiallari bilan. Mana bu yerda bo'lsa 3D fasonda ishlangan, oyoqlari 3D bo'lib, gullari bug'doy gul bo'lib ishlangan komplektimiz bor. Bu komplektimizni 12 kishiligi narxi keladigan bo'lsak 7,5 million so'mga xuddi shu holatda komplektimiz tayyor bo'ladi. Ko'k materialligimiz ham narxi 6,5 million so'mga 12 kishiligi chiqadi. Mana bu yerda bo'lsa yana bitta oq ranglisi bor. Bu chekkadagimiz ham narxi quvarama deymiz. Fasoni teshik gul, ranglar oq svetda bo'lgan. Narxi keladigan bo'lsak, narxlari 4,2 ming so'mga xuddi shu holatda komplektimiz chiqadi. Albatta, xuddi shunaqangi optim stol birinchi qo'l joylardan zakaz qilmoqchi bo'lgan aka-opalarimiz bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Xuddi shunaqangi komplektlar xudo xolasa sizlar uchun ham tayyorlab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz kelishilgan holatda boshqa viloyatlarga, boshqa joylarga, Qirg'iziston qo'shni Tojikistonlarga kargo orqali chiqarib beryapmiz. Albatta, like bosasizlar, videomiz yoqsa kommentariy yozish esdan chiqmasin.